Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda 3 fazali elektrodvigatelni magnit pускатель orqali ishga tushirishni o'rganamiz. Buni hozir men sizlarga ketma-ket tushuntirib beraman. Avtomatimizdan chiqayotgan nolni magnitli pускателimizning A2 kontagiga ulaymiz. Avtomatimizdan chiqayotgan fazani esa stop knopkasiga ulanadi. Stop knopkamiz odatda normal yopiq kontaktdan iborat bo'ladi. Ya'ni knopkani bosgan paytimizda kontaktlarni uzadi. Stop knopkamizdan chiqayotgan simimizni push knopkasining kirishiga ulaymiz. Push knopkamiz odatda normal ochiq kontaktdan iborat bo'ladi. Ya'ni knopkani bosgan paytimizda kontaktlar ulanadi. Push knopkamizdan chiqayotgan simimizni magnitli pускательning A1 kontagiga ulaymiz. Bunda magnitli pускателimiz knopkani bossak ishlaydi, qo'yib yuborsak o'chib qoladigan bo'lib qoladi. Buning yechimi sifatida biz magnitli pускателimizda joylashgan 4-polisdagi o'zining blok kontagidan foydalanamiz. Buning uchun biz stop knopkamizdan chiqayotgan simni yoniga yana bitta sim qo'shamiz va magnitli pускателimizning o'zining normal ochiq kontagi, ya'ni blok kontagiga kirishiga beramiz. Buni berdik. Magnitli pускatelimiz tortilgan paytida kuchlanishimiz push knopkasi orqali emas, balki o'zining blok kontagi orqali A2 katushkamizga to'g'ridan-to'g'ri boradi. Bunda push knopkani bosamiz. Magnitli pускatelimiz tortiladi va elektrodvigatelni ishga tushiradi. Stop knopkasini bossak, o'chadi. Bu bizga elektrodvigatelimizni masofadan boshqarish imkoniyatini beradi.